Yangi Yevremontdan chiqqan tayyor 3 xonali uyimiz, domimiz ham yo'l yuzida joylashgan, Yunusobod 8-kvartal. Orientirimiz esa Billur to'yxonasi. 5-etaj, 12 etajli domimiz. Hamma xonlarimiz alohida. Umumiy maydonimiz ham 81 kvadrat metr. Bir emas, o'zini ikkitalab balkoni bor. Xo'p, kirishimizdan prixoshkamizga keyin bu podest tarafdan kirishimiz, stroyniy shkaflarimizni qilishgan, juda ham uylarimiz remontlari chiroyli chiqqan. Stroyniy prixoshkamizni ham juda ham kompaktni o'rnatishgan ekan. Bu yerda esa sanuzelimiz razdelniy. Bu yerda esa detskiy xonamiz ham kompaktniy. Razmerimiz 280 ga 4,5 metr. Bu yerda esa spalniy xonamiz joylashgan. Buni ham razmeri 280 ga 4,5 metr. Bu yerda esa oshxonamiz ham kompaktniy. Полностью kuxonniy garnituralarimiz qilingan, vichkalarimiz qo'yilgan. Bu yerda faqatgina gazimiz yo'q, bu yerda elektrik plita, lekin eng katta plus tarafi svetga har doim 50% skidkalar bor. Bu yerda mana birinchi balkonimiz, hamma joyda akforomlarimiz qilingan. Bu yerda esa zalxonamiz ham keng, razmerimiz 5 metrga 5 metr desak ham bo'ladi. Konditsionerimiz tayyor. Hamma santexnik elektrikalarimiz almashgan. Bu yerda mana o'zini bitta balkoni bor, ochiq balkon. Xohlasangiz reshotka qilib qo'ysanglar, kichkina farzandinglar bo'lsa, tayyor 3 xonali uy. Domimiz ham yo'l yuzida joylashgan. Lokatsiyasi juda ham yaxshi. Metro Megaplanetga 5-10 minutlik yo'l. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini uy egalari 89.900 deb aytishyapti. Kvartirangiz ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol kelib savdo qilishingiz mumkin. Oson uylar biz bilan oson. Rahmat, sog' bo'ling.